Nimaga aynan Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universitetini tanlagansiz? Shu institutni tanlaganim yaxshi o'qitish, o'qituvchilari yaxshi, ma'muriyati, rektori hammasi har tomonlama menga yoqqani uchun. Buxoroda ta'lim sifati yaxshiligi uchun. Ko'pchilik tomonidan menga taklif tushgan. Shu universitetni tanlay, yaxshi professorlar, o'qitish tizimi yaxshi bo'lganligi uchun men shu universitetni tanlaganman. Namangandan ikkita janim keluvdi o'qishga kirishga. Aka yuring birga o'qiymiz deb topib kelganman va birga o'qiganmiz. Bitudagi dars jarayonlari sizni qoniqtiradimi? Albatta qoniqtiradi. Jarayonlar, dars jarayonlari juda qiziqarli bo'ladi. Albatta, dars jarayonlari juda qoniqarli, chunki u yerda har bir professorlar o'quvchilarga nisbatan individual shug'ullanadi. Darslar juda qiziqarli o'tiladi. 2025-yilda Bitu universitetidan o'zingizga kerakli nimalarni oldingiz? O'zim uchun stomatologiya yo'nalishiga bo'lgan ko'proq ma'lumotlarga ega bo'ldim. Respublika tez tibbiy yordam bo'limiga ishga kiritilib, institut tomonidan Bu yil universitetimiz ta'sischisi tomonidan bizga GPA ballaridan chegirmalar berildi va men bu yil 8,5 millionlik chegirma yutib oldim. 2026-yilda Bitudan nima yangilik kutyapsiz? 2026-yilda juda ko'p yangiliklar kutyapmiz. Bitudan grantlar soni oshishini va grant miqdori oshishini kutib qolyapmiz.